Jo'rabek soch qanaqa olamiz? O'sib ketibdi. Sochim ancha o'sib ketdi, chunki 4 oydan beri men sochni oldirmadim. O'sha qishki sovuq sababi bilan. Yozda esa men kaltaroq prichoskani istiraman, chunki boshimni nafas qilish uchun men istayman-da shundoq. Kalta deganda podnasatka olasiz. Podnasak, to'g'ri. Bugun sal boshqacharoq nima deysiz? Boshqacharoq menga yarashgan bo'lsa, men juda xursand bo'laman. Bo'ldi. Yollarni o'zini sal kaltaroq qilib, tepalardan ozgina olamiz, forma beramiz. Chunki hozir umumiy kalta qilib tesiz podnasatka qilib, yuzingiz yana ham ochilib qoladi. Yuzingiz dumaloqroq, to'lachadan kelganligini hisobiga. Yollarni, orqalarini ozgina kaltaroq qilib, ixchamlashtiramiz. Yuzingizni ham ozg'inroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Qarayman, men hozir xudo xolisa o'xshasa soqolingizni ham bitta qo'yib ko'ramiz. Nima deysiz? O'zgarishga tayyormisiz aka? Tayyorman. Ha. Jo'rabek qalay bo'ldi? Juda ham chiroyli, zo'r, juda ham zo'r. Men juda ham xursandman. Men hayratdaman. Meni 71 yoshli keksa odamni 35 yoshli yigitga aylantirdingiz. Juda ham xursandman. Soqolingiz yoqdimi? Hech qo'ymagan ekansiz. Yoqdi, bu ham juda ham yoqdi. Rahmat. Yoqqanidan xursandman. Salomat bo'ling. Mana boringizga shukr. Sog' bo'ling.